metan propon o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Men kech bo'lishiga qaramasdan ish jarayon ketmoqda. Ish avjida. Avval mashinamiz, ichkarida Onyx mashinamiz, Tracker mashinamiz, yo'da Labo mashinamizga gaz qo'yib berdik. Hozirgi paytda bitta 65 talik qo'yilyapti. Kamroq qilyapti. Bu Labomizga bakni orqaga silchitib berdik. Bakni joyiga 65 talik balon joylab berdik. Bak oldin o'rtasiga ko'chiladi, o'rtaga bitta 30 talik balon qo'yib berganmiz. Bitta 30 talik, bitta 65 talik balon joylab berdik. Bakni orqaga ko'chirganmiz. Orqa apaslik bo'lmasligi uchun, orqada hozir apaslik o'tiribdi. Bitta duga qilgandan keyin zashnik qo'ysa hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tepamiz teshilmagan 65 talikka, 30 talikka tepasi teshib qo'yiladi. Mana shunaqa yangilik kiritganmiz. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.